Tushunarli. Baxtiyor, sizni yana nimalar bezovta qilyapti o'zi? Hikmat aka, ovqat chaynayotgan paytimda har xil jag'imdan ovozlar chiqyapti, keyin jag'im og'riyapti. Sizni og'zingizda hozircha 3 ta tishlar olingan ekan. Shu tishlarni o'rnini qoplatish uchun implant qo'ydirish kerak. Shunda tishlar qatori to'liq to'lishadi. Endi bu yerda bo'g'im sohasida ovozlarni kelishi bo'lsa, bu yerda tishlarni yedirilishi, prekuss passayidan bo'g'imda o'zgarish bo'lgan va bu bo'g'imda shiqillash yoki suv kirib qolgandek holatlar eshitiladi. Shu holatni tuzatish uchun prekussingiz normal holatda to'g'irlanishi kerak. Bu to'g'irlangandan keyin tishlarning orasida ochiq holat kelib chiqadi. Buni vinir va nakladkalar bilan to'latilinadi. O'shandagina sizni bo'g'imingiz normal holatda ishlab, bemalol ovqat chaynab, gaplashib, funksiyalari tiklanadi. Afsuski, bunday holatlar juda ko'p kuzatilyapti. Shuning uchun tishlarni o'z vaqtida ko'rsatib, sog'lom saqlashimiz kerak. Agar bunga e'tibor bermay, cho'zib holatni uzoqlashtirib yursak, davolatmasdan hattoki og'iz ochilmay qolishi ham kuzatilib turibdi.